Ko'pchilik bizda mashkuklar narx-navosi haqida ketib bering deyishgani uchun biz bitta obzor qilamiz. Haygold firmasiga yana bitta yangilik keldi. Mexanizmdan qaranglar. 20 xil mahsulotni bitta shkop ichiga tiqib yuborsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 6 etажkalik yana makaron mahsulotlariga, un mahsulotlariga, grechka nima qilsanglar ham tiqib yuboradigan mexanizmga keldi. Mana shu tortmamizni bitta ochsak 50 sm. 50 sm sushilgan bizda 3 xil 4 xili bor. Bu birinchi usuli. Mana ikkinchi etabi bor misol. Taxtagacha qo'yadigani bor, tagiga yog' mahsulotlarni qo'yadigani bor. Ikkinchisi bor. Bitta ochasizlar, uchinchisi bor. Bitta ochasizlar tarinkalarni taxliyachilarga, kichkina qoshiqga, katta qoshiqga, yelkalarga, pichoq naborlarga qo'yadiganligi bor. Uchinchisini bitta olsanglar, buni ham har xili bor. Yog' mahsulotlariga, grechka, un mahsulotlarini aliment tarzida Haygold firmasiga asosan burchak mexanizmlarimiz bor. Misol sizlarda shkofinglar burchakga joylashadigan bo'lsa, tepada noqulay bo'ladi olish. Ichkariga qo'lingiz yetmaydi, bo'yi ham yetmaydi. Mana bunaqa qulay mexanizmda tortasizlar, o'zingizga yurib chiqadi. Bunga 10 xil narsa ketadi. 10 kilodan 20 kilogacha bo'lgan bemalol og'ir yukdagi mahsulotlarni qo'yib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Buni narx-navosi har xil bo'ladi. Ikkinchi etabi ham bor. Bu hozir 2 etажkaligi bo'lsa, 4 etажkaligi ham bor. Buni bitta tortasizlar 1 2. Yana bitta tortasizlar 3 4. Bu yerda ziravor mahsulotlarni, yog' mahsulotlarini, bemalol makaron, grechka mahsulotlarini ichkariga kirmasdan turib, oldinglarga chiqib, hamma narsani ishlatsanglar bo'ladi. Narx-navoga keladigan bo'lsak, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib oringlar.